Assalomu alaykum qadrli kanalimiz kuzatuvchilari, e'tiboringiz markazida yana Sport Plus kanali. Qadrli do'stlar, hozirgi dasturimizda har doimgidek UFC va boks olamida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklar to'g'risida batafsil gaplashamiz. Qadrli do'stlar, bugungi dasturimizni boshlashdan oldin, agarda siz kanalimizda yangi bo'lsangiz, albatta kanalimizga obuna bo'lib qo'ying. Bundan tashqari, mana shu roligimiz tarqalishi mehnatlarimiz besamar ketmasligi uchun pastga tushib, bir dona like bosib qo'ygan bo'lsangiz, men bugungi dasturimizni boshladim. Murodjon Ahmadaliyevning keyingi jangini qachon o'tkazishi mumkinligi aytildi. Prof Boxning ikkinchi eng yengil vazn toifasidagi sobiq jahon chempioni Murodjon Ahmadaliyevning navbatdagi jangi haqida ma'lumot berildi. U mart oyida ringga qaytishni rejalashtirmoqda. Xudo xohlasa ishonchingizni oqlayman. O'zimga va'da berdim, albatta kuchli bo'lib qaytaman, inshaalloh, deydi bokschimiz. Ma'lumot uchun aytib o'taman do'stlar, 31 yoshli Murodjon Ahmadaliyev faoliyati davomida 16 ta jangda ishtirok etib, 14 ta g'alaba va 2 ta mag'lubiyat rasmiylashtirgan. U so'nggi jangini 2025-yil sentyabr oyida yaponiyalik mutlaq jahon chempioni Naoya Inouyga qarshi o'tkazib, ochkolar hisobiga ko'ra imkoniyatni boy bergandi. Bu paytda borsa super yarim o'rta vazn toifasida sobiq jahon chempioni Isroil Madrimov keyingi jangini o'tkazish maqsadida Amerika Qo'shma Shtatlariga keldi. 30 yoshli hamyurtimiz Toshkent vaqti bilan 25-yanvar tongida Las Vegas shahridagi Fontable Blue majmuasida tashkil etiladigan boks oqshomi doirasida Dominikan Respublikasi vakili Luis David Salazarga qarshi ringga ko'tariladi. Isroilning shaxsiy Instagram sahifasiga joylagan suratidan uning Kaliforniya shtati Indio shahrida ekanini ko'rish mumkin. Madrimov jangiga so'nggi tayyorgarlik bosqichini meksikalik Joel Diaz Colosda olib boradi. Qadrli do'stlar, albatta hamyurtimiz Isroil Madrimovga va Murodjon Ahmadaliyevga bu yo'llarda omad tilagan holda kommentariyaga tushib, "Olg'a O'zbekiston, olg'a Isroil Madrimov, olg'a Murodjon Ahmadaliyev" deb yozib qo'yishni unutmang do'stlar. Qadrli do'stlar, asosiy xabarni boshlashdan oldin uzr so'ramoqchiman, chunki videomiz obloshkasida Erkabulanning rasmi bor, ammo mana bu odam qozog'istonlik, lekin buni biron bir rasmini topa olmadim. Bu esa hamyurtimiz o'zbekistonlik UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyevni ermak qilib chiqdi. Marhamat do'stlar, o'zingiz videoni to'liq tomosha qilishingiz mumkin. Nursultonning brashkalari. Nursulton akalaring harazlayapti-yu. Harazlama, deydi-ku. Qapa olta, tarnıptır menden. Meni zablaq qilib qo'yibdir. Bratanlar duxu tushib qolganmi, yo duxuna o'tirib qolganmi bilmayman. Aytib qo'yinglar, arazlamasin. Qizlar arazlaydi. Anan keyin o'zbek xalqi mana Nursultondan brachkalarimi, akalarimi menga yozmaylar. Mening aktivim ko'tarilib, ertang men reklamadan pul topib qolishim mumkin. Menga yozishning keragi yo'q. Men o'zim bizneslarim bor, o'zim ish qilaman. Menga yozbag'lar. Bu vaqtlar ketadi. Men afshina qarmay olmaydi. Bratanlar olmay, sizlar nixuya qarmay olmaysiz-da. Qo'yinglar. O'yinlarni o'ynanglar. Bo'ldi. Mana do'stlar, videoni o'zingiz ko'rdingiz, lekin mana shu odam bunday gaplarni media bayislarga gapirsa to'g'riroq bo'lardi. Ya'ni media qiladigan Saturn, Odilxon Kamolov, Taysonlarga gapirsa bu boshqa gap, lekin hamyurtimiz haqiqiy sportsmen UFC jangchisi Nursulton Ro'ziboyevga bunday gaplarni gapirish shunchaki sharmandalik do'stlar. Albatta ushbu holat to'g'risida o'z fikrlaringizni izohlarda yozib qoldiring. Barcha fikrlarni o'qib chiqaman. Qadrli do'stlar, bugungi videoda yetkazmoqchi bo'lgan yangiliklarimiz shulardan iborat edi. Video yoqqani bo'lsa like bosishni unutmang. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha. Qadrli do'stlar, kanalimizda chiqayotgan har kunlik videolar uchun albatta kanalimizga like bosib obuna bo'lib qo'yishni unutmang. Eng so'nggi yangiliklar esa faqatgina bizning kanalda bo'ladi. Keyingi dasturlarimizda ko'rishguncha. Xayr, o'zingizni ehtiyot qiling. Sport Plus kanalimizdan uzoqlashmang. Tez orada ko'rishguncha do'stlar.